bolam tuzalib kelyotdi, birdaniga kasal bo'lishni boshladi. Qaytadan kasal bo'lishni boshladi. Nima sabab bo'lishi mumkin? Hali urushib turgan odam, jang qilib turgan odam, urushib turgan odamga biror bir inson bo'lib ajratmoqchi bo'lsa, bu ham urush kelib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa narsa kasal bo'lib turgan insonga biza biror bir shirinlik yoki biror bir rangli narsa beriladigan bo'lsa yoki o'sha biror bir sun'iy narsalardan, sho'r narsalar, endi mana hozir qishda emas, qishda asosan tuzlamalar, yozda esa muz qaymoqlar, har xil rangli ichimliklar, ichkim keluvdi, ozgina ichib oldim deydi. Ana mana shu narsalar o'z navbatida yo'talni kuchayishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. To'satdan yo'tal vujudga kelishi mumkin. Tuzalib kelayotgan joyda yo'tal kuchayib ketishi sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish, diyeta emas, to'g'ri ovqatlanish. Ya'ni shu shirinliklarni olib tashlash, muzqaymoqlarni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Va bundan tashqari bu odam uchun yeb bo'ldi 3 sutka davomida, 3 kun, 3 sutka davomida bu ta'sir qilib turadi. Ichingni tozalashimiz kerak. Har xil adsorbentlar bor. Bu aktivlashtirilgan ko'mirdan boshlab to o'sha do'konga kirsanglar, aptekaga kirsanglar, xilma-xili tiqilyotibdi. Aktivin Google, ya'ni aktivlashtirilgan ko'mir bu o'tgan asrni tozalovchilariga kiradi. Bu asrni yangi, ya'ni innovatsion tozalov, ya'ni organizm ichini tozalovchi vositalarning effekti ham, ta'siri ham yanada yaxshi. Men hozir bilan otini ta'kidlamayapmanki, sabab bular reklama bo'lib qolmasin. Lekin xilma-xili ko'p. Ana shulardan foydalanishimizda bolada kechayotgan shu yo'talish jarayonlarini, shabonlash jarayonlarini yanada yengillashishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. O'sha mana shifokorga uchrashib keldingiz, lekin o'sha noto'g'ri narsani berib qo'ydingiz. Ana shunda uxlashdan oldin, ayniqsa mana shu uxlashdan oldin 3 kun davomida o'sha adsorbent, ya'ni zaharli moddalarni tortib oluvchi dori vositalaridan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni buning videoda olgan maqsadimiz nima? Bu adsorbentlar. Xilma-xil adsorbentlar bor bugungi kunda. Nafaqat aktivlashtirilgan ko'mirdan tashqari bu oxirgi o'rinda foydalanishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Undan-da yaxshilari chiqib ketib qolgan hozirgi kunda. Mana shulardan foydalanishimizda bolada kechayotgan yo'talish jarayoni, allergik holat jarayonlarini va hatto ayrim holatlarda ich ketish jarayoni yoki zaharlanish holatlarini yengillashiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat.